qilib ma'lumotlar zo'r qilib berib o'tamiz aka. Birinchi o'rinda nima qilish kerak, qanday joy kerak bo'ladi? Xo'p, aka, birinchi o'rinda shu boshlamoqchi bo'lganlarga joy qanchalik joy bo'lishi kerak uyda? Misol 2 sotikmi, 1 sotikmi? Hozir 4 ga 3 joyda navas tepasini bekitib olsa, bu katta joy bekish shart emas. 4 ga 3 joy bekitib olsa, apparat o'rnatgan. Apparat. Usti yopiq joy bo'lsa, ochiqlikka chiqish taxlab qo'yishaveradi. Usti yopiq tursa endi o'zlariga yaxshi. Usti yopiq. Joyda ham qilishdi deylik. Keyin apparatlarimiz nech pul bo'lyapti hozirgi kundagi narxi? Hozirgi kunda narxi shu apparatlarni 3 ta qolipmi, mikser, rastor bochkasi, anaqasi, bachoyi, kompressor, generator $900 bo'lyapti. $900 bo'lyapti. Bu dastlabkisi ichidami, kelishilgan holdami? O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Qolgan joylarga, qo'shni davlatlarga, mana Andijon, Qo'qon, Namangan viloyatlariga $900 dan kelishtirib beramiz. Kelishgan holda $900 ga chiqyapti. $900 ga chiqyapti. Xo'p, nechta chiqaradi endi bu bitta qolipingiz? Xo'p, mana 6 taligidan 1 2 3 4 5 6 taligidan 3 ta qolip bo'ladi. Endi bu 3 ta qolip ichiga hozir yangilik qilib bitta latoy listini qo'shib beryapmiz. Latoy, Hali tepa sesmani, sesmaga. Ko'pchilik biladi, ko'rib tushunib bo'ldi. 3 tadan nechta chiqadi? 18 ta blok chiqaradi. Bitta zapravkada 18 ta chiqaraveradi. Buni rastor bochkasi mana 2 talik bochkani qilib tayyorlangan. Endi bu nima sababdan katta yo'nqishli emas deganda, buni rastor fesxat uchun bo'ladi. O'sha mashina o'ziga tayyorlab, kuyib ustiga qo'yib olsa ham ular katta gap. Ha, demak, yarasha quyib tezroq. Xo'p, mana suv quyamiz, gips tashlaymiz, mana qolganiga pena tashlaymiz, rastor 2 barobar qilib pishirib, ikkinchi mana tepadan chiziq olib chiqib beradi. Xo'p, bitta bunga tayyorlanganda mana 20 30 60 razmerdagi bitta, ikkita, 3 ta blok chiqadi. Ikkita o'zi rastorga tayyorlashgandan keyin bochkaga bitta qolip to'ldi degan. To'ldi degan. Birinchi qolipni kuyib, ikkinchisi, uchinchisi kuyib olishgandan keyin birinchisini sekin yechib ketishaveradi. Ha, ketma-ketlikda. Xo'p, demak bunga quyilgandan keyin oxiri quyilib bo'layotganda bu tomon bo'shatilaveradi. Birinchi qolip bo'shalaveradi. Bir kunda nechta chiqarsa bo'ladi? O'ttacha. Endi bolalar ishlashiga bog'liq. Bunga 2 dona bola yetadi. 2 ta ish kerak bo'ladi. Xo'p, kuniga 3 ta qolip bilan 2 ta chiqarsa bo'ladi. 2 ta chiqarsa bo'ladi. Hozir nech bilan sotilyapti ular? Hozirgi kunda 8,5 sotyapmiz endi. 8,5 sotilyapti. Undan ham ko'proq chiqarsa bo'ladi, harakatga qarab, to'g'rimi? Ko'proq chiqarsa bo'ladi, prosta davashni qolib qo'shib olsa, masalan 4 ta qolib bo'lsa, kuniga 3 ta qolib 2 ta chiqarsa, qolib yana bitta qo'shsa 250 ta. Ko'payaveradi. Ko'paygan sari abon ya'ni ko'proq chiqaveradi. Xo'p, endi shu yerda bitta savol, ishchi qo'yib qo'ysa ham qoplaveradimi aka? Bittanta ishchi ishlatsa. Biz o'zimiz ham ishlatamiz. Seximiz bor. 3-chi seximiz arendada. Arenda, obed puli bolalari, ular ishlagan puli hammasidan tashqari 6,000 so'mga tayyor bo'lyapti bitta blok. Ha, bittasi tayyor bo'lishi 6,000 so'mga tayyor bo'lyapti. 8,000 so'm sotganimiz ham 2,000 so'm bor degani. Ha, tayyor. O'zimizda 4 ta, 5 tadan qolib kuniga 300 tadan ishlab chiqarishyapti. 300 tadan ishlab chiqarishyapti. Xo'p, endi Rossiyada, Turkiya, Dubay, chet elda ishlab yurgan ukalarimiz bor. Rossiyada ko'pinchasi Rossiya, Qirg'iziston kuzatib boradi. Kuzatib borasiz. Adam turib zakaz berib, zaklab tashlaysa. Ha, kartalardan tashlash imkoniyati bor, ha? Bu shunani hozir Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga yetkazib olamiz aka. Endi ko'pchilik hozir vohidagilar misol Rossiyadan ko'pchilik telefon qilib WhatsAppdan aloqa chiqishadi. WhatsApp orqali yozishadi. Zakaz berilsa, shu O'zbekistonda uylarga olib borib, o'rnatishga tushirib beraveramiz. Demak, o'rgatib chiroyli qilib beriladi. Yangi boshlayotgan odamga qiyin emasmi aka boshlash? Endi boshlangani Libostonga boshda qiyin bo'ladi. Demoqchiman, keyinchalik olib ketishadi, xudo xolasa, daromad yaxshi bo'ladi. Lekin birovlar uni varomiga yetkazib qo'yishadi. Xo'p, buni endi qo'shiladigan narsalarni qatdan olsak bo'ladi, mahsulotlari, asosiy retseptiga. Hozir semen asosiy narsa, gips, suv, pena. Ko'pchilik penasi deganda o'ylanib qolyapti-ku. Penasi oddiy oziq do'kondan xarid qiladigan narsa-ku. Ha, oddiy topsa bo'ladi. Uni olib borganda o'zi o'rnatib o'rgatib qo'yiladi. Endi gipsaga hozir har bitta viloyatda topilyapti. Topilyapti. Misol, mana shu o'zimiz terg'alni ariga o'tmaydigan holatda bir tomonda bo'ladigan bo'lsa, shu territoriyaga o'zim gipslarni yetkazib beraveraman. Yetkazib berilaveradi. Bularda mahsulotda muammo yo'q. Demak, semen va boshqa qo'shiladigan narsalar qancha ko'p ob'yomga olishadigan bo'lsa, daromadi ham ko'proq bo'laveradi, to'g'rimi? Hozir o'rtacha 320 so'mga gips yetib kelyapti aka bizga. 150 kilometrga. Endi vohada ham shu 340 350 so'm xolos. 300. Qashqadaryo, Surxondaryo, Nukus, Qoraqalpoq, To'rtko'l, Xorazm, ashtamonlarga ham 350 400 so'mga yetib boradi ekan. Bunaqa qimmat narsa. Bunaqa qimmat bas. Demak, xudo xolasa yaxshi harakat qilsa, daromad zo'r bo'ladi. Xo'p, sotuv qanaqa bo'ladi aka? Sotuvlarda qanaqa o'rgatiladimi yo shu sanoy sotib olishga? Misol mana boshda ishlab chiqarishdan taxlanadi. O'zi o'tgan ketgan. Ha, yo'lda betlariga ko'chalar. Qancha kirib oldi hozir
birinchi etajni bo'lgandan keyin to'rtta bosib ikkinchi etajga olib chiqib ketishyapti. Shu hozir odamlar ancha o'rganib qoldi. Ha, demak ko'p odam tushunib, уже o'tishyapti. Xomishdan ko'ra penoblokka. Chiqarib qo'ysa, bu nima deb kelmayapti, penoblok deb keladi. Sirali sotuvlar bo'lyapti. Bo'ldi odamlar. Ha, demak ko'proq ustalar bilan kelishib olishsa, to'g'rimi aka? Klient doimiy bo'laveradi. Daromadi juda ham zo'r. Xo'p, endi boshqacha variantlari ham bormi aka? Boshqacha variantlari ham bor aka, mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Bu ham to'liq bir komplekt, mana birinchi qolipimiz 6 ta energol 20-30-60 razmerda. Ikkinchisi mana 5 ta перегородка, 3 ta standart. Uchinchi qolipimiz 5 ta standart, bitta lato tepa seslan, mana legoli bo'ladi, mana bir-biriga haligi svязка tushadi. Eng oxiri qatoriga bu. Endi buning ichida komplektida mana rastor bochkasi bor, bir kishi tushadigan ag'dariladigan. Kompressor 50 talik. 50 taligi. Generator ham yo'q bo'ladi. Komplekt. Nech pul bu komplektimiz 12 million so'm bo'ladi aka. Nimaga bu qimmatroq? Endi bu qimmatroq aka, hozir 1, 2, 3, 4 xil turdagi anaqa blok chiqyapti aka. Qo'shimchaligi borligi uchun. Ha, u tomonlama. Yana generator mana bu ko'rib turibsiz, rastor bochkasini bir kishi ko'tarilmaydi aka. Ha, demak, shat olib keladida. Bir kishi o'zi to'ksa bo'laveradi. Qulaylik tomoni bor mana. Qulaylik tomonlari bor aka. Mana do'stlar, juda ham yaxshi. Xo'p, endi buni sotib olishgandan keyin, bemalol ishga tushirsa, sovuq kunida qanchada qatiydi, misol hozirgi kunda? Hozirgi kunda aka 20 yarim soatga boryapti. Yarim soatga boryapti. Qolibdi, 15 minutda $100 bo'lishadi. Misol mana bugun quysa, qachondan sotuvga chiqarib yuborsa bo'ladi? Endi hozirgi havoga bir 20 kun, 1 oyda quryapti. 1 oyda quryapti. O'sha bir haftada tangillab 10 kunda sotuvga kiradi. Ha, sotuvga kiradi. Endi 100% quritib sotish shart emas aka. Sotishdan bo'laydi ham olib devorni urib, yaxshi ko'tarsa bo'laveradi. Ko'targandan keyin ham jiza turadi, o'zi keyin quriydi. Suvni devordan ham chiqarib, bitta qat olgandan keyin yomg'ir ham qora va o'ziga ushlamaydi, ham tortolmaydi. Aha. Xo'p, endi xom g'ishtdan afzallik tomoni qanaqa? Rasxod tomonlamami? Endi xom g'ishtdan afzallik tomoni hozir. Bu xom g'ishtimizni 27 tasini o'rnidan emas, bitta blogimiz bosadi ekan. Aha, bittasi bosadi. Chiqqan bittasi 27 tadan o'rnidan bosadi ekan. Xo'p, xom g'ishtimiz nech pul hozir? Xom g'ishtga hozir 300 so'm atrofida bo'lsa kerak. 300 so'm atrofi. 300 so'mda. Bu afzali tomoni kafil keladi, urib chiqilgandan keyin aka, uni devorga haligi shuvoq qilish, shkaturka qilish shart emas aka. Ha, unaqalar kerak emas. Tortadi, aboy quvurlaveradi, tashqari kafil kelib tortadi, ustidan xohlagan remontini bersa bo'laveradi. Remontini bersa bo'laveradi. Ham tez bitadi. Tezroq bitadi. Juda ko'p joyda ko'ryapman, o'sha penoblokdan qisqa muddatda tiklab qo'yishyapti. Hamma tomonlama yutishar ekan, usta tomonlama, bilasiz, kunda ularga obed qilib berish bor, boshqa rasxodlar, hamma tomonlama tez yutishar ekan, tez bityapti nihoyatda nisbatan. Xo'p, endi bu ustani sotib olishadigan bo'lsa, garantiyasi qanaqa bo'ladi aka? Garantiyasi aka, kompressor, mikserga 3 oydan 6 oygacha servis xizmatiga garantiya beramiz. 3 oydan 6 oygacha. Masalan, temir emas aka, malatorni urib, tepalarni hali chaqirib tashlashmasa, u ishlaveradi. Ishlaveradi, xudo xolasa. Ha, demak, qancha ehtiyot qilib ishlashsa, shuncha o'ziga bog'liq mana. Juda ham chiroyli holatda mana do'stlar. Bu apparatdan afzal mana shu. $900 dan mana ko'rib turibsiz ekan. Bunisi $900 bu ham. Ishga 30, chuqurligi 60 ekan. Aha. Bularni ham $900 dan qilib beramiz. 6 talik mana. Aha, 6 talik. Legoli bo'ladi. Bu latoy ekan. Latoy, oddiy latoy, ikkita burchak kalonni tumbaniki chiqadi ekan. Bitta standart qolib bor, pena generator, mikser, kompressor bular ichidan to'liq bo'ladi. $900 ga bu. Aha. Mana do'stlar. Ilyosbek aka ko'pchilik aytadi, mana shu komplektdan tashqari yana 3-4 ta qolib qo'shtirib olsa bo'ladimi? Qo'shtirib olsa bo'ladi aka. Mana oddiy qoliplarimiz. Tepada turibdi ekan, mana shundan standart qolib 2 million so'mdan qo'shib beramiz. Nech pul? 2 million so'm. 2 million so'mdan qo'shilaveradi. Qanaqa legolar aka 2 million 200 ming. 2 million 200 mingdan qo'shilaveradi legolar aka. Perегородкалari ham aka seli qolibi bor 10 talik. Bular 2 million 300 ming so'mdan aka. Davashda qo'shib olishadigan bo'lsa. Ha, demak qo'shib olsa bo'laveradi. Mabodo olib ketib turish, 3 tani ishlatib turish komplektni telefon qilsa, bir ikkita komplekt sotib olsa bo'laveradi, doimiy qo'shtirib. Boshlanishiga bir komplekt yo'lga qo'yib turib, keyin yana xohlaganda misol yana bittaga qo'shtirsa bo'laveradi. Yetkazib beramiz. Yetkazib beraveradi, xudo xolasa. Aka bu yoqda mana 30 ga 30 qanaqanigi ham bor aka. O'rtasi teshik. Xo'p. 30 ga 30 aka bu qoliplarimiz narxi aka 2 million 700 ming so'm. 2 million 700 ming so'mdan hozirgi kunda chiroyli qilib berilyapti mana. Demak, qo'shtirsa bo'laveradi. Zakazga qarab yo'lga qo'yib olishgandan keyin tekisda qoliplar qo'shtirishaveradi.
Xo'p, endi aka YouTube kanalingiz ham bor, siz adashmasam. Nomini aytib qo'ying. Karimov Pena vloglar uz degan kanalimiz bor. Unda ham ma'lumotlar bergansiz. Bemalol kirib ko'rsa bo'ladi. Ishonch tomonlama ham xudo xolasa bexijolat yetkazib berasiz aka. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz obuna bo'ling, shunda doimiy zo'r videolar kuzatib borasiz. Kommentariyada qoldiring, keyingi videoda qanaqa videolar chiqarib boraylik. Like bosib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidamiz. Mana shu zaborimiz ham 5 yil bo'lgan qurilgan, yomg'ir qorda turibdi hali mana. Mana shunaqa bloylar chiqaradi apparatimiz. Mana yo'llarga tertashadi. Mana shu ikki tashki uyimiz ham o Pena bloydan qurilgan mana mansardigacha. Tashqari mana remont tushib netib ketgan joyi yo'q. Remont qilib qo'yilgan. Bloy ustidan o'sha rodmon tortib turib, kafilchilar bilan remont qilingan mana. Travertin.